Amir avtosavdoda arzonga 2016-yil Eurosonus Lux konditsioner Nexia 2 mashinamiz kelib qoldi. Ko'rishingiz mumkin, mashinamiz 229 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Klassik holati shu krilosi bilan kapotini uchida petnos bor ekan. Qolgan joylari top-toza, bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar. 4 ta o'rtacha balonda yaxshi holatda turibdi. Salon qismini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratlik bo'lib turibdi. Yaxshi chexoldan kiydirilgan, ko'ylak tashalgan, video registrator, orqa sensorlari ham bor ekan. Mashina talpeda apshiklar ham urinib bo'lmagan, yaxshi holatda 2016 229 ming yurgan, gazda ustanovka bo'lgan metallar. Sizlar xohlagan hujjat qilib berishadi, pultlargacha bor ekan mashina. Motor, korobka, hadovoylarda ham hech qanaqa rasxodlari yo'q ekan. Olib nishinga uchun tayyor holatda tashqi ko'rinishda, kuzovida ham ishi yo'q mashina. Generalniy davrasi ham xohlagan hujjatingizni qilib berishadi. 50 nomerda bu mashinamiz eglar bilan narxini tortishib, sizlar olib maza qilib haydashingiz uchun $4650 tushirib qo'ydik. $4650 2016-yil Nexia 2.